Oh, anchadan beri qishloqda yo'q edim. Hammaga salom, mening ismim Alex va yangi videoga xush kelibsizlar. Nihoyat men o'zimning 13-chi qishlog'imga qaytib keldim va nimagadir nima jitellar bu yerda nima bo'lyapti? Alex qaytib kelgani yaxshi bo'ldi. Tushunmadim, uyimni kim buzdi? Hoy, janob politsiyachi, yordam beringlar menga. Bu nimasi, mer, nega uyim buzilgan? Tushunmadim. Shunchaki yo'q vaqtingda tomni ushlab turgan yog'ochlar sinib ketdi. Shundaymi jitellar? Juda ham chirib ketgan ekan. Chirib ketgan, aqldan ozish mumkin endi. Endi men uysiz qoldimmi? Yo'q, hamma narsamdan ayrildim. Endi nima qilaman? Hey, xavotir olma, uyingni ta'mirlab berishadi. Tekshiruvlar tugagandan so'ng. Tekshiruvlar, balki kimdir ataylab qilgandir. Tergov deganlardek. Tushunarli. O'zimga kakras yangi instrumentlar olib kelganim, lekin bularni hammasini tuzatishga ishlataman shekilli. Jin ursin. Balki biror yeri so'q qolgandir. Yo'q, derazalar ham sinib ketgan. Orqa tarafdan ham so'q joy qolmabdi. Aqldan ozish mumkin. Endi qanday qilib yashayman, jitellar? Hech qisi yo'q, usta kelgan tuzatib beradi. Albatta yaxshi, lekin saqqani. Men shu yerdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xullas, uyni ta'mirlash $10,000 bo'ladi. Nima? $10,000? Axir menda uncha pul yo'q. Lekin uyni ta'mirlash shunday bo'ladi. Lekin men uyni bor yo'g'i 100,000 so'mga olgandim. Men ustaman, men yaxshiroq tushunaman. $10,000 bo'ladi. $10,000 aqldan olish mumkin. Nima, men o'zimni sotishim kerakmi? Qishloqni sotsam ham bo'lmaydi. Bo'ldi, men bu yerda yashayman. Menga farqi yo'q. Jitellar, uzr. Bu yerda yashash mumkin emas. Bu yer juda ham xavfli hudud. Bilib turibman, axir bu yerda sovuq joy qolmagan. Endi qanday qilib Alex, men senga yordam beraman. Qanaqangi yordam bermoqchisan, jitel? Mana uyim buzilib ketgan, tuzatib berasanmi yo $10,000mi? Yur, hammasini aytaman. Bo'la qol, jitel, qulog'im senda. Xo'sh, men senga do'st sifatida yangi uy qurib beraman. Yangi uy? Rostdanmi? Xuddi shunday zo'r bo'ladi, ishonaver. O'zingizdan ham zo'r. Katta rahmat. Xo'sh, ta'mirlashlari va pul yig'gunimizcha bemalol yashashing mumkin bo'ladi. Katta rahmat. Hozir esa borib damingni olaver. Damimni olay. Endigina mazza qilib shaharga kelganda damimni olaman deganda uyim buzilib ketdi. Aqldan olish mumkin, lekin yo'q, mana bularni ham qo'yib tashlashganicha. Xullas, jitellar, hozir menga do'stim yangi uy qurib beradi. Bu joyga balki yana yasharman, ammo avvalgi bu yerni tuzatish kerak. Mayli, narsalarim olib bo'lib, pechka menga kerak bo'ladi. Xo'sh, qarshi emaslar degan umiddamiz. Yo'q, olaver. Okey, xo'sh. Eshik ham albatta kerak bo'ladi, chunki yangi uyda, menimcha yangi uyda eshik bo'lsa kerak. Axir jitel do'stim ahmoq emas. Xo'sh, mana bu yerda narsalar bor edi. Quti sog' qolibdi, lekin ichida hamma narsa o'z joyida emas, g'alati. Mayli, bo'pti jitellar, men hozir ketdim. Vaqtinchalik uy qurib berishadi menga. Ungacha esa o'rmonda dam olaman. Qanchadir vaqt o'tgandan so'ng qishloqdagi o'rmonda. Yaxshi, endi daraxtni chopishni boshlayman. Ajoyib, balki o'zim uy qurib olarman. Hoy, Alex, hammasi tayyor. Yo'q, rostdan shuncha tez hammasini tayyor qildingmi, jitel? Ketdik orqamdan. Aqldan ozish mumkin, To'g'ri, ko'rsang rostdan ham aqldan ozishlar. Shunchalik zo'r uy bo'ldiki, jitel, ichim qizib ketyapti. Qanchalik zo'r uyni tayyorlab qo'yganingni ko'rmoqchiman va ko'ryapman, balkoni bor ekan, juda ham zo'r, kattagina bo'lsa kerak. Men hozir qani? Alex, uy senga yoqdimi? Qara. Yo'q, aqldan ozish mumkin, jitel. Nima? Notebook. Kravat. Jitel, hozir men uyga qanday kirishim kerak? Shuni aytarsan balki, Emaklab, aqldan ozganmisan? Axir boshim nur bo'laman. Men ham 2-3 marta olib bordim. Yo'q, qani tepaga chiqib ko'raychi balkonga. Bu yerga hozir yopib qo'yganim ma'qul yoki mana bu yerga yog'och qo'yaman, chunki loy oyoq bilan kirishni istamayman uyni ichiga. Jin ursin. Axir bu uy bor yo'g'i bir blok. Shunchaki bo'ying qanchaligini unutib qo'yibman. Bo'yim qanchaligini, jitel, aqldan ozganmisan yoki hazillashyapsanmi? Yo'q, bu yerda yashay olmayman. Boshqa ilojing yo'q. Bilib turibman, jin ursin. Mayli, qani ko'raychi, balki yomon emas. Unitsasi ham bor ekan. Tak, qani? Tak, stop, jitel. Sen qanaqasiga yarimta bersak, yarimta saniqlar qilding? Qora afsun yoki fokus. Zo'r. Senga yoqdimi? Lekin bu yerda yashashni iloji yo'q, tiqilib qoldim-ku, jin ursin. Men ham 2-3 marta tiqilib qolgandim. Bu nima bo'ldi? O'yinchoq, zerikmasliging uchun. Bu yerda aptechka ham bor ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, aptechka yo'qoldi, hoy. Hech qisi yo'q. Kerak bo'lib qoladi senga, boshing urib olganda. Aqldan ozish mumkin, jitel. Uyni shu bir blokdan baland qilsang bo'lmasdimi? Endi bu yerda qanday yashayman? Bilmasam. Tez qaytarib qur. Nima? Qaytarib qura olmayman. Endi tepaga chiqib ko'raman. Qani, bu yerda balki biror nima tepa, lekin yomon emas. Qishloq yaxshi ko'rinib turar ekan, ammo bu yerim kichkinagina tor joy. Aqldan ozish mumkin. Endi shu yerda naxotga yashashga to'g'ri keladi. Qani, qochchi.
Yaxshi-ku, qara, qishloq kaftdek ko'rinadi. Ha, lekin men bu yerda yashayman. Bo'ldi, tush bu yerdan. Hop, urish shart emas. Aha. Qaytib kelaman bu yoqqa. Shunisi uchun albatta rahmat, lekin men bunaqangi bo'ladi deb o'ylamagandim. Yashab bo'lmaydigan tor kichkina mana buni olib tashlasammikin? Ha, bu uyda yashashga majburman endi. Jitel, sen qanday tasavvur qilibsan bu uyda yashashimni? Bilmasam, harakat qilib ko'r. Nursin nima deyishni bilmayman. Shunchaki sen uchun so'z yo'q. Menga ish kerak bo'ladi. Dinamit hozir portlatib yuboraman. Qayerda yashaysan keyin? Nursin, Jitel, shunchaki meni dahshatli ahvolga solib qo'yding. Bu yerda umuman tak stop, bu 17 Nursin, bu yosh bolalarnikimi, garshokmi, bu nima bola? Bunga men qanday sig'aman? Jitel hozir portlatib yuborgan bo'lardim, lekin Jitel, hali uyimni tuzatib olay, mendan ko'rasan. Menimcha bu meni trolling qilyapti. Jitel, bu hazilligin menga hozir normalniy uy qilib bersin, shundaymi? Afsuski shu yerda yashashga majbursan. Yo'q, Nursin, hali ham ishongim kelmayapti. Bu yerda emaklab, sirpanib, Nursin hech bo'lmasa kelam bor ekan. Bu yerda esa bo'ldi, tinchlan. Kichkina uyda juda ham ko'p vaqtni yashab o'tgandan keyin. Kim? Chiq, Alex, bu yerda bir yangilik bor. Qanaqangi yangilik? Shunchaki uyingni tuzatishdi. Ha, kel. Yo'q, rostdanmi? Xuddi shunday. Mer seni kutyapti. Nihoyat bu kichkina uydan nihoyat chiqadigan bo'ldim. Jitel, bo'ldi. Hozir. Qani ketdik. Uzoq kutgandim buni. Qani ko'raylik, nimalar bo'lyapti ekan u yerda. Hammaga salom yana bir bora va nihoyat uyimni tuzatishibdi. Ana bu uyda bir hafta yashashga to'g'ri keldi va vaqt bu emas. Jitellar. Yoqdimi? Aqldan ozganmisan? Bittasi yetmadimi kichkina uyni? Axir qanday yashayman bu yerda? Biz seni shunchaki bo'yingni adashtirib qo'ydik. Bo'yimni adashtirib qo'yish Nursin, axir Minecraftda hamma odamlar teng bo'yi bir blokda yashashim kerakmi yana? Yo lava. Aqldan ozish mumkin, hattoki tomga bitta narvoncha ham qo'yishgan. Yo, yana shunaqangi katalakdek uy. Nima deyishni bilmayman. Menda shunchaki gapirishga gap yo'q. Jitellar, yana yarimta narsalardan ko'nglim ayniy boshladi. Axir ular juda ham kichkina, ishlatish noqulay. Xo'sh, bo'ldi. Jitellar, men bu yerda yashamayman. Men qishloqdan ketaman. Eslarga aytgandim-ku, 2 blok qilishimiz kerak deb. Mayli, hozir qilib tashlaymiz. Alex, xavotir olma. Davay, tezroq uyimni tuzatinglar, o'z holiga keltiringlar. Bo'ldi, Alex, xavotir olma. Hammasi hozir chiyotga bo'ladi. Men senga aytayapman, 2 blok qilib uyingni ko'tarib beramiz. Mayli, 3 blok. Xo'pti, janob Jitel, kutaman hammasini. O'zi shundoq ham uyim 3 blokda tezroq bo'linglar, xo'pmi? Hop, hammasini to'g'rilaymiz. Kutaman. Bilasizlarmi, menimcha bular o'zlari hammasini buzishgan uyimni biror nima tajriba qilishmoqchi bo'lganmi yoki mashina bilanmi? Shuning uchun ham tuzatib berishmoqchi, qaytarib hammasini o'z holiga. Alex, shu yerdamisan? Shu yerdaman. Ko'rmayapti bu yerda hech narsa. Hozir tushyapman. Tezroq bo'l, uying tayyor bo'ldi. Umid qilamanki bu safar hech qanaqangi syurprizlarsiz. Xuddi shunday. Boraveraymi? Boraver. Umid qilamanki hammasi o'z joyida va uyimni to'g'rilashgan. Do'stlar, hammaga yana bir bora salom va nihoyat uyimni tuzatishganga o'xshaydi. Bu safar hammasini o'z holiga keltirgan bo'lishsa bo'lgani, bo'lmasa rostdan ham qishloqdan ketaman. Yo'q, o'zimni uyimmi? Yo'q, aqldan ozish mumkin. Nahotki mana hammasi tayyor. Katta rahmat, qadrdonlar. Uyimni to'g'rilab bermasangiz nima qilardim? Hayronman. Hammasi o'z joyida, stol, pechka, faqatgina narsalar solishga sandiq ekan, lekin hech qisi o'zim tuzatib olaman. Bu yerda teshik bor ekan, nima? Blok ketmay qolganmi? Uyni mana bu taraf ochiq qolibdi. Qayoq? Orqa tarafdan bu yerda. O'zing tuzatib olarsan. Hammasini o'z joyiga keltirganingiz uchun ham katta rahmat. Shuning uchun ham mayli, ortiqcha jalba qilmayman. Hammasi uchun rahmat. Jitlar, bo'ldi, endi ketishlar mumkin. Men dam olmoqchiman. Nihoyat belim og'rimaydi endi. Do'stlar. Ajoyib katalikda uyda yashashni umuman iloji yo'q edi. Svetni esa o'rnatishmabdi. Aqldan olish mumkin. Bilasizlarmi, endi shunchaki merni uydan fakel olib kelaman-da qo'yib qo'yaman. Salom Jitel, salom. Xolos. Alex, quloq sol, yur, bir narsa ko'rsataman. Nima ko'rsatmoqchisan? Juda ham zarur, yura qol. Xo'p, o'zi nima? Xullas, uyimni suv bosib ketganda, lekin bosib ketmadi. Chunki hamma suv poltaga kirib ketdi. Keyin qarasam, u yerda yer to'la bor ekan. Yer to'la? To'pchoni ichida nima bor ekan? Hozir ko'rasan. Yo, Jitel, bu nima? Sen manyakmisan? Yo, bular hammasi meniki emas. Yo'q, meni o'zim hayronman. Bu yerda skeletlar, bosh suyaklar, qon. Endi nima qilamiz? Agar hozir politsiya chaqirsak, hammasi bo'yningga qoladi. Lekin hamma biladi, axir men yaxshi yigitman. To'g'ri. Endi nima qilamiz? Bilmasam. Nursin, aytgancha sandiq ichida qandaydir daftar ko'rgandek bo'lgan, lekin men o'qishni bilmayman. O'qishni bilmaysan? Tak, yo'q, qurollar, suyak hamma yoqda. Tak, qanaqangi yozuv bor ekan bu yerda? Menga ham juda ham qiziq. Xo'sh, yordam bering. -123 610 -227 koordinatalar. Qayoqda ekan?
Ancha uzoqda qishloqdan. Nima qilamiz? Boramizmi? Borsak yaxshi bo'lardi, balki rostdan kimgadir yordam kerak. Ha, lekin qayerdan bu yerda paydo bo'lib qoldi ekan? Bilmasam. Qiziq, aynan shu yerda sandiq ichida. Yana bu yerda jinoyat qurollari, boltalar, go'shmaydilar ishni bo'laysan. Nimalar qilishgan bu bilan? O'ylashga ham qo'rqaman. Ha, to'g'ri. Aqldan olishi mumkin. Men esa umuman bormagan bo'lardim iloji bo'lsa. Ha, men ham. Xo'sh, hozir men obunachilar bilan maslahat qilib olishim kerak. Jimsin chiqolmayapman. Yo-mayo. Hozir. Tak, mana. Bo'ldi. Qadrli obunachilar, nima deysizlar? O'sha yerga borishimiz kerakmi Jetil bilan yoki shu yerda tinchgina qishloqda qolib politsiya chaqirganimiz ma'qulmi? Chunki bu juda ham yaxshi Jetil va bunaqangi ishlar qilishi mumkin emas. Agar politsiya kelsa, uni aniq qamashadi, chunki ular tergov qilishni yoqtirishmaydi. Bo'ldi. Xayr.